Doston aka, bugun xudo xolasa buzoqlar zo'rlari kelgan. Voy, gap yo'q, o'n qaranglar akalar. Aka videoda oxirigacha ko'rsa, narxlari bilan batafsil tanishtirganmiz aka. Novvochalar, zo'rlari, gullar yig'ilgan akalar, xudo xolasa maza qilib cho'klamda boqadiganlaridan. Endi so'ragan akalarimizga xudo xolasa akalar bog'iga keldik degan bo'ladi. Mana xudo xolasa mana semental so'raganga mana 100% ishqiboziga xudo xolasa akalar ota-onasini tayini bor debdi. Xudo xolasa shved so'raganlarga mana shvedlari ham bor. Qanaqa qilib boqamiz bularni deganlarga sigirlar bo'lsa sigirlarga qo'shinglar akalar, bo'lmasa mana kichkintoyga o'xshab mana emizni tulchalar ham bo'laveradi. Akalar ichlari o'tmaydi. Mana xudo xolasa orqalari, hammasining orqalari akalar pokiza turibdi. Ich o'tkisi bo'lsa mana kaltak olib ketadi. Hammasi toza xudo xolasa akalar. Xo'p, novvocha so'ragan akalarimizga xudo xolasa hammasi novvocha emas, 2 dona xunajini ham bor. Xudo xolasa akalar barchasini kuni, oyi ma'lumotlarni beramiz. Birma-bir olib chiqib akalar narxlarni aytamiz. Kimgadir mana xotirda yotibdi. Kimgadir mana narxlari, sifati xudo xolasa ma'lumotlar yoqadigan bo'lsa akalar, qo'rqmasdan telefon qilinglar. Andijon viloyati Sharxon tumani O'rta Sharxonda o'sha Abdullohlarni xudo xolasa fermasidamiz akalar. Bu yerda katta yangilik qilib mana ko'paytirib qo'yishdi. Xudo xolasa 3 ta 4 ta chiqarishardi. Endi bu safar xudo xolasa yaxshi yangiliklar bor akalar. Mana xotirjam emyapti. Kattasi ham, kichigi ham. Bularga ham bering-da. Mana akalar. Turuvlarni qaranglar, bularni xudo xolasa ishtahalari ham zo'r. Talashib, tortishib mana ichyapti. Hammasiga bittadan emizni berib chiqing-da tez-tez. Xo'p, akalar, hafta kuniga payshanba 17-aprel. Xudo xolasa Siyonkamiz manzillarni aytdik akalar, tushunmagan odamlarga lakassalari, tashabbuslari. Musofirdan telefon qiladigan akalarimizga xudo xolasa onlayn savdolar bor. Behijolat akalar kartalarga pul tashinglar, dastavkalarni o'zlari qilib, sigirlar bo'lsa olib borib xudo xolasa qo'shib beradi. Bo'lmasam shunaqa idishlardan olib qo'ysanglar akalar, borib emizib xudo xolasa ishtahlarini ko'rsatib beradi. Bo'lmasam akalar ko'p turmaymiz. Narxlarni, ma'lumotlarni Abdulloh ukamizni mana o'zidan. Assalomu alaykum, Doston aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi aka? Rahmat. Charchamang. Obunachilaringizga assalomu alaykum. Aka har safar 3 ta 4 ta chiqaryapti-ku 5 tagacha. Obunachilaringiz telefon qilib, men sizni raza videoyingizni kutyapti-rodim, o'g'rini qaroqchi uribdi-da deb gapirishdi, netishdi aka. Xudo xolasa bog'iga aka obunachilaringiz bog'iga shunday tashab qo'yamiz. Xohlaganini tanlab olaveradi aka. Xudo xolasa pullari yengilmi? Pullari yengil aka. Mana sementalga emizingda mana unga olib keling. Sementalga emiz. Raza qonni to'yibdi. Aka, u semental so'raganlar uchun aka. Sementalni $1000 deyapti Doston aka. Narxini kelganda aytamiz. $1000 aytamiz lekin aka. Novvocha bu? Ha, novvocha aka. Mana akalar. İştahalarini qaranglar. Xo'p, endi hali onasidan ajratib gunohga botishibsan degan akalarim, opalarim, singillarimga bu gunohga botib buni qassobga topshiramiz. Go'shtga emas, boshqaga emas. Akalar sigirga qo'shasizlar, sigirlar bo'lsa, bo'lmasam sut berib katta qilasizlar. Aka, bular akalar shu yo'nalish ham bor, endi tushunganiga. To'g'ri, inshaalloh yaxshi qaranglar, yaxshi boqinglar. Sizlardan shu narsa bo'ladi, xudo xolasa o'zingizlar natijani olaverasizlar. Bo'lmasa endi Abdulloh qilamiz. Endi ikkita desak ko'payib ketadi. 4 ta chiqaraveramiz aka. Bular endi asosiy fermalardan chiqqan aka. Fermada sut kerak, bolasini kerak emas bolasini aka. Mana akalar. Shulardan chiqib sekin aka, hammasi tanijoningiz sog' aka. O'tgan safar videoda sotadiganlar ham telefon qilsin deganimizga mana fermadan ham telefon qilganimizga xudo xolasa mana akalar. Endi qaysi ferma, nima uni dakataslari yo'q. Lekin tushunganiga nash turishiga olinglar akalar, yoqtirganiga faqat. Doston aka 18 dedi aka. Obunachilar telefon qilib, chiqmasdan telefon qil, biz boramiz deb kelib aka. 2 tadan 4 ta olib ketishdi aka. Xudo xolasa endi qolganlari nasib qilganiga aka.
telefon qilaveradi. Ikkita nomer qo'yamiz aka, bitta emas. Bittaga ulgurmay qoldim deganlariga aka. Ikkoviga ham telefon Ikkoviga ham qilaveradi aka. Ikkita xunajin 12 ta novvos aka. Hamma yo'g'i yeb ichishlari aka. Xohlasa sog'liklari joyida aka. Bo'lmasam ko'p kutib turmaymiz. To'rtta olib chiqaveramiz, bo'lmasam, ha? Abdulla. Ha, bo'ldi, olib chiqaveramiz aka. Bo'lmasam boshladik akalar. Mana akalar, novvoscha so'ragan akalarimizga Xudo xolasa, Aka 5 sog'lomliklari joyida. boshqalarga ham beramiz, boshqalarga, mo'larga ham. Shved so'raganga, qizil ola so'raganga mana shvedga gibrid. Oyoq qo'llar o'ta baquvvat ekan shuni ham akalar. Aka, biz sementali gibrid deb olmaydi, ammo tumshug'lari oq aka Abdurahmon. chiroyli ekan, zo'r ekan akalar. Aka, ko'raverasizlar, hammasi novvoscha. Xo'p, akalar mana 5 dona shularni screenshot qo'yinglar. Xudo xolasa kelganda shularning narxi bitta aytilyapti. Birinchi 5 ta. Tanlab olishiga ham endi bu. Tanlab olishiga aka. Kunliklari necha kundan necha kungacha bo'ladi? Bor ham bir 10 kunlikdan aka, hammasi. Hammasini yoshi 10 kundan 15 kungacha deb 10 beraylik. kundan 15 kungacha. Mana 15 kunlik mana. Aha. Mana shu 15 kun aka. Xo'p, bularni endi ma'lumotlarini endi o'zim ham tushunganimcha aytdim. Endi tepasida bo'lmaganmiz. Xudo xolasa 10 kunlikdan 15 kunlikgacha deyilyapti. Yog'i 1 kun 2 kun. Yo'q aka. Bularga necha pul? 5 oviga bitta aytamiz. Bo'ldi, boshqasiga ber. 5 oviga 5 oviga bitta. Endi qarangda, bu bilan uni eng kattasini baribir farqi bor. Tanlab olishiga ham shunday narxmi? Mana shunday aka, hammasi. Bo'laveradi, ketaveradi. Hammasiga bir xil Endi aka. hammasi bir xil ekan. Bo'lmasam, necha pul aytamiz bularga? 5 oviga. Yaqinlashtirib, so'ramaydigan qilib ayting, hali chiroyli bo'lsin bo'lsa. 7,5 dan beraveramiz aka. 7,5 dan. 5 ovini 7,5 dan beramiz aka. 5 ovi ham novvos aka. 5 ovi ham novvos. 7,5 million so'mdan Xudo xolasa kami bor, ha? Kami bor aka, Xudo xolasa. Xayri bor. Tanlab olaveradi aka. Kamini so'raymi, so'ramaymi? Endi boy aka bular hali qo'yiq suvi qo'yib ketyapti-da, hali kattasi kichkinasi deyapsiz. Endi qarang, bunday qilamiz. Tanlab olaversa. Tanlab oladi yoniga 500 ming yab yag'i. Ha. Ashuna. To'g'rimi? 7 milliondan arzonrog'i bormi buning ichida yo'qmi? Arzoni Bitta chiqadi, ha? bitta chiqadi aka. Xo'p, 6,5 million so'm hisobini olaylik akalar, lekin 8 millionligi ham bor. Tanlab olsanglar. Lekin qo'yiq suvi bitta katta kichik olaman desanglar, kelishib olasizlar. Mana akalar bitta donadan shuni screenshot qo'yinglar. Mana 5 o'g'ni ham 5 ovini ham ko'rsatavering aka. Ishlari Xudo xolasa. Ana. Akalar, Aka sog'liklariga, hali ich o'tmasligiga hammasiga javob aka, bo'zoylar. Unaqaligi kasal kuchali yo'q, Xudo xolasa aka. Mana, ko'ring mana. Hammasi aka. Talash bitishyapti. Bo'ldi. Naqib o'rgatib akalar sekin asta, faqat sabr. Aka, mana misol sigiri yo'qlarga ham bitta mana shunaqa idish olsa aka. O'sha to'ldirib aka ikkitasiga emizdirib qo'yaradi aka. Mana akalar, qaram inson rahmat qilasizlar. Life hack. Qaram beradi. Shunaqa. Taxminan narxini aytdim. Shunaqa aka. Qimmatroqdir akalar. To'g'ri aka. Xo'p, bo'lmasam joylab qo'yaveramiz. 5 ovini bir joyga olganga 7,5 milliondan. 7,5 million so'mdan xayri bor. Tanlab olganga ham kelishamiz akalar. 500 ming plus minus. Olib kirib qo'yinglar. Aka so'raveradi, kamini g'ijib chiqib beraveramiz aka. Bo'laveradi. Mana akalar, shved bo'lsin, Germaniyadan bo'lsin deganlarga mana bir donasi narigisi akalar semental, Xudo xolasa 100 ga 100 deyavering akalar, mana sifatda argina Xudo xolasa zo'r akalar. Mana aka bitta ko'rsating mana. Bir-biridan qolishmaydi aka. Zo'r akalar. Tozaladi. Suti bering. Mana. Ishtahalari Xudo xolasa. Ishqibozchilikka bular aka. Ular haligi qiziqqaniga, oyoqlarini ko'rsating aka. Oyoqlarini. Akalar hammasi o'ziga Maqa bu. Hammasini o'ziga yarasha sifati, narxi bor. Xudo xolasa. Mana. Buni oyoqlarini ko'rsating, oyoqlarini aka. Uzunliklarini. Mana akalar, ikkovi ham Xudo xolasa novvoscha. Xo'p, endi Abdulloh bularga qiziqqaniga, ikkovini bir joyga sotamizmi, donalab sotaveramiz? Donalab aytib, bitta joyga ham aytib qo'yamiz aka. Donalab ayting. Donalab aytaylik. Sementalga 11 million kami bor aka. 11 million. 1000 dollar kami bor, 13 million deyapti aka. 11 million kami bor. Shvedchi. Mana akalar, toza German shved Xudo xolasa. Aka, bunga 9 million kami bor aka. 9 million so'm. Ikkovi 20 million bo'lyapti. Ikkovi 20 million. Ikkovini bir joyga oldim. Olib keling desa 19 million so'mga hisobimiz chiqadimi?
19,5 ga chiqadi. Dastlabkasi ichida. Dastlabkasi. Nimaga desangiz, Qo'qonga desa, Bo'lmasam ko'rib o'zim olib ketaman deganga 19 million. 19 millionga beraveramiz aka. Beraveramiz. Lekin Akalar to'g'risi endi men o'zimcha hisob chiqarmayman, lekin tug'ilganini, qornidan tushganini bermayman. Bular necha kunlik? Buni ham aka bir bo'lsa bir 20 kunlik bor yoki yo'q. 15 kun. 15 kunga 15 olaveradi kundan aka. 20 kungacha deylik. Endi tepasida bo'lmaganmiz-da. To'g'ri. 15 kunga olaveradi aka. Endi biz aka hali kattaroq aytsangiz, dumini ko'tarib qo'ying. Ovqatni mana akalar ich o'tishi ularga aka behijolat aka. Orqalari pokiza turibdi. Endi shundan isbotda akalar. Ha bularda aka bu cho'tkalamadigan, qashlamadigan boshqa mashina chiqaryapmiz aka. 19 million so'm. Xudo xolasa o'zi olib ketib olganiga 500 ming so'm. 19 million 500 ga dastlabkasi ichida aka. Xudo xolasa vodiy bo'ylab qo'yib beramiz aka. Yana kami bor-a? Yana kami bor. Yana xayrni qilamizmi? Qilamiz aka. Bo'ldi, olib kelib qo'yadi. Mana akalar, shvet shaydolariga xudo xolasa aka har xil rangidan bor. To'ni ochroq bo'lsin deganlarga mana akalar. Bu beshalasi ham novvoscha xudo xolasa. Beshovi ham novvos aka. Unajinlar oxirida chiqar aka. Bunisi uzunroq ekan shunisi, ha? Bunisi o'shun katta aka. Gazi bor, gaz. Hozir beshovi ham necha kunlik? Aka bu ham olaversin. Bir oyga bormagan, 20 kunlik atrofida 20 kunga olaversin. Mana ular 20 kunga ham bormagan aka. Beshovi ham novvoscha. Bularning narxi qanaqa endi? 15 kun abag'ida aka. Narxi. Aka 8,5 kami bor beshoviga aka. 8,5? Ha. Menga yarimiga nima bor? 500 ming so'm. 8 million so'mdan kelib tanlash olsin bo'laveradimi? Shu beshovidan yoqqanini. Beshovigami? Aha. Xudo aka. Bo'lsa obunachilaringizga bo'lsin aka. 8 million so'mdan, xudo. 8 milliondan tanlab olaveradi. Yana ozgina ayri bormi? Endi yog'da doston aka ko'payib ketadi. Biz ham 300 ming 400 ming qo'shib akalar iloji boricha endi vodiyga ham hisobini olinglar. Misol bitta bo'zayda ham 200 ming 300 ming dastlabkilar ichida xudo xolasa so'mdan kami bor. Xudo xolasa ozgina xayri bor. Mana ishtahalari yaxshi akalar, xudo xolasa. Ashunga ham ichirib beraylik-da. Hop. Kichkina ham so'rayapti ana. Xudo xolasa aka tanjonlari hammasini aka zo'r. Endi hammasiga xudo xolasa endi yeb ichishiga deb faqat sut ichishadi-yu. To'g'ri. Faqat akalar qaranglar. Baqbaqalarni qaranglar, uni o'rsa. Alohida ko'rsating aka, haqiqatdan. Uni oyoqlarini ham ko'rsating aka ularda aka. Mana akalar, oyoqlari qang'ir mollar emas. Baquvvat akalar. Shunaqa. Xo'p, ichki ketisiga javob beriladi, xudo xolasa javob. Orqalarini ko'rsatib qo'ying, orqalarini. Mana aka. Olib keling. Mana aka. Qo'llarni ochib qo'ying, jumlani shuni ko'tarib qo'ying. Mana akalar. Mana aka. Hammasiga javob aka. Mana akalar. Ichki ketganlari yo'q, xudo xolasa yaxshi. Xo'p, bo'lsa olib kelib ko'ramiz, bu. Mana akalar, unajin ishqibozlariga mana so'zakchalari zo'rlardan mana Qiziloqlarning bolasi xudo xolasa bular akalar Shvetga bolalari. Shvetga gibrid desalar ham bo'ladi. Endi buni tushuntirib ketay akalar, yo 1 kun yo 2 kunlik bo'lgan, buni iltimos qilib Abdullohlarga tashab ketishgan. Sababi akalar buni onasi ma'lum sabablarga ko'ra, qarochi tuqqanida qiynalganmi nimadir bo'lgan, ular qassobga berilgan akalar. To'g'risini aytish kerak. Qassobga berilgan. Xo'p, akalar kimdir endi savob ham bo'ladi-da. Kimdir sigiri bo'lsa qo'shib qo'yinglar, xudo xolasa emiyapti, sog'lomliklari zo'r, xunajin. Shuni o'zini nech pulga beramiz? 4 millionga beramiz aka. Ishqiboziga 1 so'm kam yo'q akalar. Buni dastlabkasini ham qilib beramiz. Sababi ishqiboziga o'zlari olib ketishib olsin, ko'rib, misol yoqtirganiga, qiziqqaniga. 1 kunlik yo 2 kunlik bo'lyapti akalar. Hali tetik turgani ham yo'q, lekin qo'l oyog'i xudo xolasa sog'lom. So'skan tiqib qo'ying-da o'ziga. Mana akalar, endi bularni mana Qiziloqlarning bolalari, bunisi Shvetning bolalari akalar. Ikkovi ham unajin. Bular narxi necha puldan? Buni narxi aka 6 million kami bor aka. 6 million so'm. Bunisi-chi? Bunisini 5,5 kami bor aka. 5,5. Qarang, ikkovini bir joyga oldim desa-chi.
ikkovini bir joyga oldim deganiga aka 11 million qilib beramiz aka. 11 million. 11 million. Ozgina xayri bormi? Aka o'zi yaxshi narx oldi aka. 5,5 dan Xohlasanglar, ko'zinglar yetsa, aqlinglar yetsa akalar, sigiringlar bo'lsa, yo eplab qarab olaman desanglar, buni ham qo'shib olinglar. 15 million so'mga 3 ta dona bo'lyapti. Shunaqami? Ha, aka mana xunajinni qarang aka. Oyoq qo'lni ko'rsating aka. Endi buni qizil olasiz aka. kuni balandroq. Shunaqa. O o'zi bori mana so'skani olib tutyapti aka. O'ynaqa aka. Mana. Emdirib qo'ying. Donasi hammasi emadi akalar. Endi sigiringlar bo'lsa, mana xudo xolasa 1 kunda o'ziga kelib, O'ziga keladi aka. Bulardan kam joy qolmaydi. Xo'p, akalar, narxlarni eshitdinglar. Xudo xolasa kimgadir narxlari, sifati, ma'lumotlari to'g'ri keladigan bo'lsa, xudo xolasa kelinglar. Mana hammasini qorni to'q. Mana shu bola o'zi emizib chiqdi mana ishchada. Xudo xolasa hammasini qorni to'q. Xotirjam, baramaydi, xudo xolasa xotirjam danda olib yotishdi. Kelinglar akalar, xudo xolasa hammaga yetadi. Joninglar sog' bo'lsin.